sektor xodimlarining katta qismi homiladorlik, tug'ish, vaqtincha nogironlik va ishdan bo'shatish kabi ijtimoiy nafaqalar bilan qamrab olmasdan qolmoqda. Mazkur muammoni hal etish uchun yangi ijtimoiy sug'urta tizimi joriy etilmoqda. Ushbu masalaga prezidentimiz alohida to'xtalib o'tib, yangi tizimning asosiy maqsadi nafaqat ayollar va ishchilarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirish, balki rasmiy mehnat munosabatlarini rag'batlantirishdan iboratligini, shuningdek ushbu tizimni raqamlashtirish orqali shaffofligini ta'minlashini qayd etdi. Shu bilan birga taqdimotda birgina 2024-yilda 1033 mingga yaqin ayollarga tug'ruq nafaqalari to'lab berilganligi, shundan faqat 15 mingdan ko'proq, ya'ni 11% xususiy sektorda ishlovchi ayollar hissasiga to'g'ri kelganligi, amalda esa xususiy sektorda har yili kamida 150-160 ming ayol tug'ruq ta'tiliga chiqishi qayd etilib o'tildi. Ma'lumotlar ko'rsatib turganidek, xususiy sektorda ishlovchi ayollarning tug'ruq ta'tili bilan qamrab olinishi darajasi juda ham past ko'rsatkichni tashkil qilmoqda. Muhokamamizdagi davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun shu turdagi ijtimoiy nafaqalar bilan xodimlarni to'liq qamrab olishi maqsadida ishlab chiqilgan.